Azizlar, mana shu shaq qo'chqor 7 millionga baraka bo'lgan deyilyapti. Like bosib qo'yaverasizlar. 30-may sanasi bilan Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi Mirshodi Shanba bozoridan video qilamiz. Azizlar, video boshlanmasdan bir donadan like bosib qo'yaverasizlar. Men sizlarga mana bunaqa sifatli katta qo'chqorlarni, qo'ylarni, echki, sarka, uloqlarni hammasini videodan tayyorlab boraman. Kimda qanday e'lon bo'lsa, kommentariyada guruhga shunday o'tib tekinga e'lonlaringizni bersalaringiz bo'ladi. Bizda reklama, e'lonlar Telegram guruhimizda tekin, azizlar. Mana. Assalomu alaykum. Qanday bo'lyapti savdosi, bova? Zo'r. Nima zot bo'l? Arashan. Arashan deysizda. Shak, ha. Gap yo'q. Shaq qo'chqor. Bozor necha ko'tardi? 92,5. 92,5. Urug'likka ham zo'rda, ha? Ha. Mana azizlar. Mana. O'tgan hafta Nomingiz bering. izi ko'pmi, faqat shumikan? Bova? Bitta qoldi. Faqat shu. Qayerda qo'chqori manzil? Sho'chi ishtimayapti. Sho'rchidan kelyapti, gap yo'q. Demak, 92 dan qancha chiqsa bitadi dedilaringiz? 10 million bo'lsa oldi. 10 lar bo'lsa baraka. Va 10 dan ham xayri bormi, yo'qmi? Bor. Bor-a? Ye, gap yo'q. Chorvasi bordi, xayri borda, bobo. Mana, ko'raverasizlar. Urug'likka oladiganlar ham podaga qo'shib yuborsa bo'ldi-da, bobo. Bitta podaga obod qiladi, nasib bo'lsa. Gap yo'q. Sizda savdo qanday, akam? Keling aka. 8 deyapman, 7,5 so'rayapman. Demak, 7,5 yo'q. Yo'q, 7,5 bermayman. Bo'ynini qalinligini ekan, yetiga to'g'ri berasizlar. Shaq qo'chqor. Demak, buni nima desam bo'ladi? Qayerda qo'chqori? Manzil. Denovdan kelyapti. Izi bo'lsa nomer qoldiraylik. Sifatli qo'chqor ekanda. Denovda qayeri? O'zi sentr. Sentrdan. Nomer ayt. 88 88 kodi bilan 550 08 u 1842. Mendan urug'likka so'raganlar ko'pda, qo'chqorlardan, shuning uchun 1842. O'sha raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Denovda, azizlar. Sizda savdo qanday, aka? Mana sotildagi 7 millionga. 7 millionga. Qo'zi qo'chqorda. Qo'zi qo'chqori. Ye, gap yo'q, mana yetib bor ekan, kattagina qo'chqor. Mana. Bitta ipop kenglik akajon, 5 million oq ipop keng. Bitta ipop kelasiz. Ingichkasidan olay. Og'a qancha qildi qo'chqorlarda? Sifatli qora qo'chqorlar. 7,5 bo'lyapti. 7,5 ga. Shaka chiqdimi, yo'qmi? Shakka endi tushimiz. Aga qora Endi chiqdi-da. Demak, 7,5 ga yo'q. Aytilishi qancha? 8 dedim, baland dedi, böyle 200 ming o'taman mayli oyga. 8 dan 200 kam bor. Gap yo'q. 78 lar baraka. Mana ko'raverasiz. Aka, bunga qancha baho qo'ydingiz? 81 bo'ldi savdo. 81 ga. Bitmayapti, ha? Urug'likka zo'rda. 8,5 Necha? shoxi bor. Xo'p. Shaka chiqdimi, yo'qmi? Yo'q, hali qo'zi. Endi chiqadi-da. Ha. Demak, qayerda qo'chqori? Oltinsoydan. Rahmat, savdongizni bersin. Azizlar, katta qo'chqorlar qatoridaman hozirgi vaqtda. O'g'ay, qo'zi kam qolibdi-ku, ha? Echki uloq sizlardan. Sizlardan, ha? Qayerdan kelyapsizlar sotuvga nazar? Ha? Sangardan. Sangardakdan kelyapti. Yegiz bolasi bilanmi? Yo'q. Ha? Endi o'g'a 1 minut vaqtingizni ayamay. Narxlarni aytib o'rsangiz, odamlarga ham qiziqda. Men ham Termizdan kelib video qilyapman. Qo'zilar to'rdan aytilishi. Bular yanvarskiy, fevralskiy. Yanvarda qo'zilar. Keling, echkilarni ham aytib o'ring. Og'a, echkilarni aytib o'rasizmi? Echkilar sotilmaydi aka. Sotilmaydi, ha? Qo'zilarni aytib o'ring unda. Necha ko'taryapti xaridorlar? Qo'zilar har so'rayapti. Siz ham begona emassiz-ku, og'a. Endi bu qo'zilarni aka 33 dan so'rayapti. Yanvar, fevral. Ha, yanvar. Yanvar 31 dan. Yo'q, bitmayapti. Kim boqqan? Gap yo'q, mana ukamiz boqqan. 31 dan qancha chiqsa berar ekan-a, bova? Qal chiqsa berib yuboriladi. Demak, bu yoqda katta qo'chqorlarni ham ko'ramiz. Sizlarda ham katta qo'chqor bor-a? Demak, Oltinsoy Mirshodi bozoridamiz. Katta qo'chqorlar so'raganlar uchun azizlar, ikkita qoldimi, og'a? Qolgani ketdi. G'alabani qo'chqorlarimi? Denov, g'alabani qo'chqorlari. Qo'zi qo'chqorda. Qo'zi bittasi chori. Bittasi chori, bittasi qo'zi. Demak, qancha baho qo'ydingiz bularga? 10 million
10dan baho qo'ydik. 10 dan aytilishi. Taqalganini ayting buni. 8dan so'rashdi bermadi. Gap yo'q. 8 dan bitmagan. Demak, g'alabada izi ko'pmi? Nomer qoldiraylik. 88 kodi bilan 807 78 82. Shu raqamga qo'ng'iroq qilaverasiz. Akalar nechidan baraka bo'ldi bu? 3 million 600 dan. Yanvarskiga, dekabrskiga. Qaysi oy tug'ilgan? O'zini bilmaydi. Bu noma'lum-a? Mana 36 dan qo'zilar azizlar. Shu adashmasam dekabrskiga bo'lsa kerak. 5 oylik qo'shqor. Azizlar, bozorda qo'ylar siyrak ancha. Shunda ham qo'ldan kelgancha aylanib video qilaveramiz. Katta. Azizlar, 45 dan mana bu sovliqlar bitmay turibdi. 42 dan noyabrski qo'zilar mana qo'chqor ekan. Bitmay turibdi. Oltinsoy Mirshodi bozoridan. Sovliqlardan so'raganlar uchun bir podasini ko'rsatib o'tamiz, ha. Qayerda sovliqlar? Manzil. Sizdanmi? Ayting. Sarosiyodan kelyapti. Demak, bu yerda nechta bor hozir? 13 ta. Qisirmakan bo'g'ozmi? 13 ta. Qisir, ha? Qanchadan baho qo'ydingiz? 5,5. 5,5 dan aytilish, ha? Bugun bozor necha ko'tardi? 4,5. 4,5 ko'taryapti. Bermayapti. Qancha chiqsa beraverasiz 4,5. Endi ko'taraga bo'lsa, Aha. 46 million. 46lardan ham bitadi, ko'tara. Ko'taraga bo'lsa, Ko'tara bo'lsa 46lardan bitadi deydi. Demak, xaridorlarga nomer qoldiraylik. Chunki Surxon Abzor kanalida so'raganlar ko'pda. yo'q, beradi. Qoldira olmaymiz, ha? Yo'q. Mana azizlar. 46 dan bo'lsa ko'tarib beraman deyapti. Endi bilmadim. Yosh katta qo'ylar ham bor orasida. Akalar, bular olindimi kana? To'g'ri aytaverasizmi? Ular sotiladi 4,5. Sotiladi 4,5 dan. 4,5 bo'lsa Sotiladi. Noyabrski, dekabrski. Dekabrski qo'ylar. Hammasi qo'shqor murg'oshi. hammasi Qo'shqor. Izi ko'p bo'lsa nomer qoldiraylik, manzil bilan. Savdo qilaveradi xaridorlar uyingizda. Izi ko'pmi uyda? bor. Manzil qayerda? Oltinsoy javobida. Oltinsoy javobida manzil. Surxon Abzor kanali obunachilari uchun nomer qoldiraman. Ayting. 88 88 kodi bilan 122 122 82 52. 82 52. Qo'ng'iroq qilaverasizlar azizlar, mana katta qo'zilar. Tomog'idan urilmagan. Tikka turg'izingizlar-da buni. O'zi mana kattalari ham aytib turibdi. Mayli, dam olsin, mayli, turg'izmaylik. Ha? Endi ko'pchilik o'zi ko'rinmaydi deydi-da. Qolavering. Ha, shu. Odamlarga odam emas, mol qiziq, akam. Demak, bular bitta sostavmi? Sheriga. Yo'q, bak, akam. Bular qanchadan qilib berasizlar? Bir xil. Oltinsoy javobida manzil. Ishtahalari zo'r, vaqtida vaksina qilingan, sog'lig'iga garantiya. 40 nechidan baraka dedingiz? 45lardan bo'lsa baraka deyilyapti, demak. Bir joyda qo'zilar. Bir joyda. Ko'raverasizlar. Azizlar, bozor siyrak. Endi akalardan bir savol bor-da. O'tgan yili Qurbon hayitdan keyin bozorga chiqa olmay qoldim men. Odatda shunday siyrak bo'ladimi Qurbon hayit bayramdan keyin yo bugun shunday bo'lib qoldimi? Odamlar ikkilanyapti. Ikkilanadi. Hozir bo'ladi, bo'lmaydi. Ha, dam bo'lganligi uchun. Bugun ham bayram kuni-ku. Ha, to'g'ri. Ikkilanyapti, demak. Keyingi haftalar Sotuvchilar ham ikkilangan, xaridorlar ham ikkilangan. shunday. Chunki men har hafta kelaman-da Mirshodiga. Shunday. To'lib boshqarizda bozor. Kami shu. Eng juda oxirgi kami shu. Eng siyraklashgani shular. Ha, shu. Yo'q. Azizlar, mana bemalol qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Chorvani ishqibozlari ko'p. Endi Aka shu qo'zlardan shunday olib olaman aka, olaman. Mana sog'liq baraka bo'ldimi kana? Yo'q, egasi yo'q uni. Egasi ko'rinmayapti. Ana shu qo'zini kesam. Qo'zilardan so'raganlar uchun. Olaman deb so'ramayapti aka. Olaman deb so'rasa. Qo'zi sezanda qo'zini chiqaramiz, ha? Ha, qo'z sizdan qo'z aka. Nechta? 10 dona qoldi. 10 ta qoldi. Ha, qoldi 10 ta. Qaysi oy tug'ilgan? Noyabrski, dekabrski? Dekabrdan o'tdi. Dekabrdan o'tdi. Demak, yanvarskilar ham bor, deyapsiz. Demak, aka qanchadan baho qo'ydingiz bularga? 4,5 baho qo'ydik, kami bor. 4,5 aytilishi. Aytilish 4,5. Arkamga qotmagan.
Kim arkar? Öyle bana iki bola var. Arkadaş Toshkentning. Arkarlar ham qiziqda odamlarga. Shunda egasini ko'rsatdi Ha? raislar. Ha, iki rais ko'rsatdi. Demak, og'a, 4,5 dan deyapsiz Ha, a? aytishdir ya. 4,5ingiz bekor. Bekor. Shunda yorilib gapiringda nomer qoldiraylik manzil bilan. Manzil bemalol qoldirib. Ayting. 45 dan qancha o'tib berasiz? O'tib beramiz. Manzil qayerda edi? Sho'rchimida? Ingliz. Sho'rchi ingliz ta'zizlar. Nomer ayting. 95lik. 95 kodi bilan 172 172 69 70. 69 75 mi? Ver. 71 raqami oxirida azizlar. Manzil Sho'rchida. Xudo xolasa ertaga Sho'rchi bozorida ko'rishamiz sizlar bilan. Like bosib qo'llab turaverasizlar. 10 dona qolgan. Uyda izi ko'p a? Izi bor. Izi bor. Aloqaga chiqaverasiz. Xullas kelib uydan savdo qilaverasizlar. Nechta olsalar. Kelishtirib beradi mana. Azizlar, ko'raverasizlar. Aka, savdo qanday bo'lyapti? Kayfiyatingiz yaxshimi? Olingda bu yoqda. Qanchada baho qo'ydingiz? 2 million. 2 million. 12, 13. Xayri bormi yo'qmi? Bor, 30. Bor a? Bor, 200 ham o'taman. Manzil bilan nomer qoldirib o'raylik. Katmanda manzil. Nomer ayting. 99 kodi bilan 021 13 80 raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Aka shoshib turibman. Qo'ng'iroq qilaverasizlar xaridorlar bo'lsa. Rahmat. Salomat bo'ling. Azizlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Ular qancha bo'lib qoldi? 1 million qilyapti. 1 milliondan aytilishi. Bozor necha ko'tardi? 950 ta. Qo'ldan kelgancha video qildik. Like bosib obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Bu videoni chorvador do'stlaringizga, tanishlaringizga yuborib qo'ysalaringiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana shu yerda ko'rinib turgan 35 dona qo'chqorlar sotiladi. 31 ta shishak qo'chqorlar hamda 3 ta chori, bitta panji qo'chqor. Narxlari 6,5 milliondan boshlanyapti, 8,5 million so'mgacha. Bemalol xaridorlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana e'tibor berasizlar, katta qo'chqorlar. Mana eng kattasi orasidagi panji qo'chqor mana, kattasi. Qisqasi, manzil Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Ozoddamiz hozirgi vaqtda. Muhiddin akani qo'rasidan bemalol xaridorlar kelib, savdo qilib olaverasizlar. Kelishtirib beriladi. Xayri barakasiga yana ham o'tib beriladi. Kelishiladi, kam bor. U kelishiladi. Xayri barakasiga o'tib beriladi. Pul zarurligidan shoshilinch sotuvga qo'yilayotgan qo'chqorlar mana shular azizlar. Sog'lig'iga garantiya beriladi, ishtahalari zo'r. Mana sog'lom qo'chqorlar oladiganlar bo'lsa, urug'likka, nasrlikka aloqaga chiqaverasizlar video ostidagi raqamlarga. Hurmatli obunachilar, uylaringizda xuddi shunaqa high-tech fasonda tunikafon qildirmoqchi bo'lsalaringiz, bizda Qumqo'rg'onlik ustalar jamoasi chiroyli narxlarda bitkazib berishadi. Hozirgi vaqtda Surxondaryo viloyati Uzun tumanidamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yaqinlashtirib ko'rsating do'stim. Kattagina hovlini juda ko'pchilik mana hozirgi vaqtda xuddi shu fasondan buyurtma berishyapti. Tez kunda bitkazib berishyapti. O'z ishlariga javob berishadi. Surxondaryo viloyati bo'yicha xizmat ko'rsatishadi. Batafsil ma'lumotlar uchun video ostidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz bo'ladi.